Nargizaxon, marhamat. Bitta obzor qilaylikchi bir boshdan. Rahim. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi xonadonimiz Askiya City'da joylashgan 115 kvadrat 4 xonali xonadon. Etajga keladigan bo'lsa, 12 etajli dommi, 9-etaji. ikkita sanuzeli bor, eskizli kvartira. Qani bir boshdan boshlaymiz? Qani Nargizaxon, mana shu joydan boshlaymiz. Kirish qismi hol, shkaflari bilan, bu yerda oyna. Uyimiz yangi, hech kim yashamagan. Qani birinchi zaldan boshlaymiz. Zal qismimiz Kattaligini qarang. katta, chiroyli lyustralar qo'yilgan, ranglari juda chiroyli tanlangan. Bu yerda ham stol, ham o'tiradigan Joy bor. Mягкий zona bor. mягкий zona qilingan. Bitta jurnalist olib qo'ysa bo'ldi. Nargizaxon, bilasizmi, bu yerda nima afzalliklari bor ekan? Kirganimda srazu o'ng tomonda zal birinchi. Planirovkasi zo'r ekan. Mehmonlar kelganda srazu Da. kirgizishga udobni. И 3 ta balkonimiz ham bor. Balkon ham katta, bemalol hammasiga stol surcha qo'yib o'tirsa bo'ladi. Qani marhamat. Ketdik. Bu yerda esa sanuzelimiz, birinchi sanuzelimiz. Umumiy sanuzilimiz bu yoq. Katta, zo'r qilingan, lekin matviy qilingan ekan. Takoy kafelar. Kafelari chiroyli tanlangan. qilingan. Uyimiz oppoq, shkaf, Lekin lokatsiya zo'r. lokatsiya zo'r. Ana daraxtlarni sevadigan, yashillik sevadiganlarga mos. Salqin joyli ekan ko'cha. Bu yerda esa yana bitta xonamiz. Buni bemalol detskiy qilsa bo'ladi. Bu xonani ataydan hech narsa qilinmagan, nimagaki xohishga qarab qo'ysa O'g'il bo'ladi. qizga moslab, bemalol moslashtirib. Kimlardir oilasi kichkinaroq bo'lsa, bu xonasini kabinet qilib olsa ham bo'ladi. Endi esa biz sevgan Oshxona oshxona. qismi. Oshxonaning mebelni rangi juda chiroyli, gaz plitalari qo'yilgan. Mebel potolokgacha qilingan, potoloklarimiz baland, stuli bor. Nimani Bitta oila maza qilib o'tiradigan. Chiroyli qilingan ekan. Da, bu yerda xolodilnikka joy tashlab ketilgan. Xo'p, qani keyingi xonaga o'tamiz. Koridorimiz qarang, kenggina shina. Da, katta ekan. Lekin planimiz zo'r ekan. Bu yoqda esa yana bitta. Ikkinchi sanuzelimiz. Bu Bu yoqda dushor kabinka qilingan ekan. spalnining yonida udobni qilingan. Uni ham kafelar ranglari juda chiroyli tanlangan. Bu yerda esa spalnimiz. Spalnya zo'r ekan. O'zini balkoni bilan mana manzarani ko'rsating. Juda chiroyli manzara, yashillik, hamma joy ko'rinib turadi. Bozor, institut deysizmi? Nima kerak bo'lsa, mana shu yerda bor. Bobur parki yaqin. Spalnimiz juda uyutni qilingan, ranglari. Mana bularni illyustralarni chiroyligini. Tak boshqacha. Ana bu ham pustoy qoldirilgan. Yana bitta xonamiz, bu pustoy qoldirilgan. Xohlovchilar spalni, xohlovchilar Bu yerda ham katta balkon. bo'ladi. To'g'rimizda rakat machiti bor. Machit, yonimizda bog'cha, bozor, institut deysizmi? Yo'q narsani o'zi yo'q ekan, Odilxo'ja aka. Lokatsiya вообще zo'r. Illyustrasi chiroyli ekan. Narxini nima qilamiz, aytamizmi? Albatta, Yoki o'zlari aytamiz. taxmin qilsinmi do'stlarimiz? Yo'q, Ayta qolamiz. aytamiz. Narximiz 189 ming. Da, yana kelishtirib beramiz. O'z narxi balandda kelishtirib beramiz yana. Tushirdi narxini. Agar sizga qiziq bo'lsa, niyat qilgan bo'lsangiz, havas qilgan bo'lsangiz, like bosib do'stlarga yuborib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Savollar bo'yicha telefon qilasizlar. Like'lar bosib tashlaylar bitta. Xayr.